Bo'lmasa eshitdinim. Shu bu yil meni yagona qizim universitetni bitiryapti. Muborak bo'lsin ota. Qizimni o'zing bir qo'llab yuborsang bo'lardi. Men, ha? Yaramas bir muallim o'zim yozib qo'ygan diplomimni senga beraman. Evaziga bir sigir pulni berasan debdi. Diplommi, diplom ishimi? Bilmayman, 300 betli kitob deydi. Demak diplom ishi ekan. Shuning uchun aylanay inam aqlim hayron bo'lib kelganim. Uyda bir sigirim bor. Beray desam o'zimga kerak. Bermay desam qizim ham kerak. Xotinning ukasidan aqchi qar so'raydi borayotsam, yo'lda bir polvon bermaydi deydi. Voy otaginam, folbinning so'ziga ishondingizmi? To'g'ri aytdi. Juda to'g'ri. Bermaydi. Bilaman-da, bermaydi. Mumsiku. Nimaga diplom ishini qizingiz o'zi yozmaydi? Olmaydi deydi. Boshqalar nima qilayotgan ekan? Boshqalar tank olib boryapti ekan. Mani tankim bormi? Hop, shunga hayron bo'lib turganimda Xudoy taolo menga seni o'zi yubordi. Men nima qilishim kerak? Qizimga tank bo'lib bersang. Bu xayolni qo'ying ota. Men bunday ishlarga aralashmayman. Xo'p, yo'q, yo'q demagin bolam. Sen xalq artisan-ku. Men xalqiyman-ku. Xalqning iltimosini bajaribsan. Qo'limdan keladigan ishga tayyorman ota. Omon bo'ling, sog' bo'ling.